Ya fikrim, o'ylab bakыңlar va qarindoshlar, boshqalar o'ylab bakыңlar. Dunyoda din nomidan o'ttirg'i chiqib qolgan narsani to'xta, bu rasmi yolg'onmi? Men Allohning kitobiga selishtirma. Allohning din deb insoniyat dunyosiga o'zgarmaydigan qilib, hech kim bital zirzavirni o'zgartirmaydigan qilib, mana bu din mening so'zim deb tushirpagan ma kitobga, ya'ni o'zimiz iymon keltirgan ma kitobga selishtirma. Mushu kitobga uyg'un kelsa din deb olma. Buning mushu kitobga uyg'un kelsa to'g'ri kel deyma. Bu kitobga uyg'un kelmasa, nertu deyma degan odamdan esil odam bo'lamdi o'y. Aşlığından esil adam bo'lamdi. Aşlığından merdane, haqda turadigan adam bo'lamdi. Bo'lamdi. To'xta, din deb o'tirg'i qo'ygan narsang mushu kitobga uyg'un bo'lish kerak. Mushu kitob bilan to'g'ri kelish kerak. Mushu kitob bilan ommabop chiqish kerak, o'xshash chiqish kerak. Buni inkor qilib turadigan, buning bilan o'xshamaydigan bir narsa din bo'lamaydi. Uning bilan meni aldima. Men haqiqat Allohning diniga qaytaman, Allohning dinida mangman, Allohning dinini rastlayman. Seninkidan cho'dis gumon qilish haqqim bor degan odamdan esil odam bo'lamdi, uningdan esil mo'min bo'lamdi. Ey, o'ylab chiqish kerak har qanday odam. Salaf solihlarning yo'lida mangamiz. Biz salaf solihlarning yo'lini mustahkam tutishimiz kerak. Da'vat qilamiz, shu salaf solihlar qilgan ishni qila olamdi. Qila olamdi. Şu Peygamber Aleyhisselam'ın yendik sahabeler, Peygamber Aleyhisselam bir sözünü qilgan chaqda, to'xta, ama senin sözüngmi mi, vahiy mi deb so'ragan uni, yuraklik so'ray olgan Peygamberga, jimi Allohning elchisiga. Bir nimani hali desilam, ha ma'qul deb ketavermagan. To'xta, bu senin sözüngmi, bu Allohning so'zimi, vahiy mi, o'zingningmi degan. Vahiy degan chaqda mutlaq itoat qilgan. Ya ama özümün sözü dese, onda olsa bunun qımandaq bir məsləhətləşib, kengişibrak qilaylı, aldırab ketməyli degan. Bu nərsələrin həmmini oxuydu. Sələf salihillarının yolu müstəhkəm turumuz deganlar, şu Qur'onga uyğun kelyapamdı, men nəsəm uyğun kelməyatamdı deb şularga o'xshash mardani turaligan chaqda kirdi o jannatga. Shular ashta turaligan. Şu payg'ambar o'zidan oldida tursa, 100 tarani tursa, Allohning elchisi deb e'tirof qilib turib. To'xta, meningga bu gapni qilsam sat bo'lmasin. Bunun gapini bölüp etmey, bunun gapini yolg'onga chiqarmay demasdan, Allohning so'zimi, da'vatqining o'zingningmi degan. Allohning degan chaqda mutlaq itoat qilgan. O'zimning desa, unda o'z maslahatlashimiz buni deyalaligan. Buni kim inkor qila oladi? Salaf solihlarning mushu so'zlarini, sahobalarning mushu so'zlarini kim inkor qila oladi? Mana shuning uchun ulardan ulgu olishsiz. Ularning ashunda yerdan ulgu olishsiz. Sahabeler anı degan, mani degan deb keyin o'tirib chiqib qolgan narsalar emas. Ash Qur'onga uyg'un keladigan, Allohning vahiyisimi, sening so'zingmi deb payg'ambarga qo'rqmay dalilga mush ruhidan ulgu olasiz ularning. Endi biz qanday pozitsiyada bo'lishimiz kerak? Biz qanday maydonda turishimiz kerak? Payg'ambar alayhisalom dunyodan ketgan 1400 yil bo'ldi. 1400 yilning yog'i Peygamberge nispetlep koyup oturgu çıkıvatkan sözlerge kandak pozisiyada bo'lishimiz kerak. Qarqoya qabul qilaverishimiz kerak mi? Sahabelar şu Peygamber Aleyhisselam bilan 100 tarani turib qarqoya qabul qilmabdi ekan-ku. Yüzüge dalalyapti ekan-ku shu gapni. Sening so'zingmi, Allohning so'zimi bu dalalyapti ekan-ku. Yo'q, mening so'zim emas, Allohning so'zi degan chaqda mutlaq itoat qilibdi ekan. Yo'q, vahiy emas degan chaqda kengishayli maslahatlashayli debdi. Endi biz shu 1400 yil o'tib ketgandan keyin shu sahobalardan o'rganimiz deydigan ishimiz bo'lsa, payg'ambar alayhisalomning so'zi deb o'tirg'i chiqib qolgan har qanday so'zni to'xta, sening so'zingmi bu yoki Allohning vahiyisimi deydiganga u payg'ambar bizning oldimizda yo'q. 1400 yil bo'ldi dunyodan ketgani. Unda qo'ygandan biz nereden soraymiz? Qayerdan surishtiramiz? Uning ras yolg'onligini qanday bilamiz? Qarqoyaq ishini beramdi uningga? Ya unda emas. Aşı sahabelar sening so'zingmi, Allohning vahiyisimi deganga o'xshash biz endi aşı Allohning vahiyisiga, aşı Qur'onga sunimiz.
ma payg'ambarning so'zi degan so'zni Qur'onga sunamiz. Qur'on bilan to'g'ri kelsa, ha payg'ambar qilib deganda ma so'zni deymiz. Qur'onga uyg'un kelmasa, ko'taraymiz uni, e'tirof qilmaymiz uni, olmaymiz uni. Allah Kur'an'ın Sure Zuhruf'un 43. ayetinde kıyamet günü sizlerini şu Kur'an bilen sorayımız, şu Kur'an bilen cevap verirse dedi, biz şu Kur'an'dan cevap kar. Din dep oturgu çıkan, peygamberin ağzını nispetlep koyup, alim an dedi, maman dedi, mamanda degen, müjdeyit manda degen sözünün her kandığını peygamberinikinden tatip, her kandığını aşı sahabalarının yoludu, maname, selef salihlerinin yoludu, maname, aşıladek adam bulunmaya deydikenmiz. Ula 100 tane Peygamber Aleyhisselam'dan aşını soru alıgan. Hem de biz şu 1900 yıldan keyin onun rastlıqını cezmiye turg'uzish için qanday qilimiz to'xta ama Qur'onga uygun kelyapti, uygun kelmayapti deb Qur'onga solasiz. U chaqda Peygamber Aleyhisselam ularga yo'q vahiy emas, o'zimning so'zi yoki vahiy deb javob bergan. Hozir javob beradigan payg'ambar yo'q. U javobni nereden alamiz biz? Qur'ondan alamiz hamda javobni.